Fazilat tərbiyesi ata-onadan başlandı namlıq kitabının davamı huzuringlarda. Mikrofon oldida Alinur Abla Seydar. Odatdan tashqari zehniy quvvatga ega bo'lishning oshqichi. Buningdan 30 yil muqaddam dadam bilan o'xshash ma'rif qarshiga ega doktor Kemines jurnalda maqola e'lon qilib, bolalardagi bu xil hayron qolarlik o'rganish iqtidorini ko'rsatib o'tish bilan birga, yana o'qish yoshidan burungi bolalarning o'rganish iqtidori 7-8 yoshga kirganda chekinishga boshlaydiganligini, boshqa jihatdagi safosimi bora-bora chekinib boradiganligini o'ttirib qo'ygan. Bu yangi fikr ayni davrdagi ma'rif sohasidagi bir qism nopozliqlarning qarshiligiga uchirgan. Ular buni bema'ni safsata, hech qanday ilmiy asosi yo'q deb ayblagan edi. Halbuki bugungi kunga kelganda bu paket bir fanga aylandi. Nurg'un tadqiqotlar shuni isbotladiki, bolalarning til jihatdagi iqtidori 8 yoshga kiraydiganda chekinishga boshlaydi. Boshqa jihatdagi iqtidorlarmi ham shundoq. Professor Xoyis elib borgan muzika sinqidan ma'lum bo'lishicha, bolalarning muzika jihatdagi ijodiyat iqtidori taxminan 1 yosh 5 oylik vaqtida shakllanishga boshlanib, 8 yoshga kirganda tamomlandi ekan. Bu ko'z qarash dadamning qarashi bilan o'xshash. Bolalarning she'r yozish va rasm chizish qobiliyatimi yuqoriga o'xshash. Professor yana rassomlarning hamkorlashi bilan go'zal san'at o'qitish tadqiqoti elib borgan. Tadqiqot natijasidan ma'lum bo'lishicha, bolaning yoshi qancha kichik bo'lsa, talantlarning safosini shuncha oson hozirlay oladi. Bu bayqashlar faqat san'at va til sohasi bilan cheklanmaydi. Bolaga bo'lgan ilmiy tarbiya qancha burun boshlansa, boshqa sohalardami ko'rinarli ilgirlash ro'yobga chiqadi albatta. Aksicha, bolaga nisbatan muvofiq g'idiqlash va mashq ilib berilmaganda, ulardagi iqtidor qobiliyatlar tezla g'oyib bo'ladi. Afsusnarligi nurg'un kishilar bolalar o'z iqtidorini xuddi hayvonlarga o'xshash tabiiy yo'sinda joriy qildira oladi. Bolalarning zehnini etishga ziyoda baldur tutish qilishning hojati yo'q deb qaraydi. Halbuki, yaqinqi yillardagi fan tadqiqoti odam bilan hayvonlarning aqliy taraqqiyotida intayin cho'ng farqning mavjudligini isbotlab chiqdi. Hayvonlar tug'ilishi bilanla o'z iqtidorini to'liq namoyon qila oladi. Odam bo'lsa o'z turmushida tashqi dunyo bilan aloqa qilish tajribalari orqali tiklangan tabiiy tuyg'usini tadrijiy yo'sinda ifodalaydi. Yangi tug'ilgan buvoqning fiziologik va psixik iqtidori pishib yetilmagan bir holatda bo'lib, xuddi bir varaq oq qog'ozga o'xshaydi. U bu dunyoga nisbatan hech qanday tonishga ega emas. Bu dunyoning muhitiga moslashish uchun buvoq alohida ta'sirot iqtidorini hozirlagan bo'lib, u mushu alohida iqtidoriga tayinib, murakkab muhit ichidan o'sib yetilish kerak bo'lgan uchurlarni o'zligidan tanlab ola oladi. Shundaqla atrofdagi muhitga nisbatan sinab beqish, izlanish, tushunish va o'rganish jarayonlarini boshdan kechiradi. Bu vaqtdagi bu xil qimmatli ta'sirot iqtidori garchi tug'ilishdan tartibli bor bo'lsa-mu, ammo uzoq davomlashamaydi. 6 yoshdan keyin ojizlab ketadi. Bu xil tabiiy ravishdagi o'rganish va ijodiyat iqtidori cho'nglarda hozirlanmagan. Balalik mezgilida erishgan barliq uchurlar mingida davomli saqlanib, balaning umrlik hayotiga tasavvur qilg'usiz ta'sirlarni ko'rsatadi. Shuning uchun balalarga ular ehtiyojli bo'lgan mol ruhiy oziqni balduroq yetkazib berishimiz zarur. Balaning umrlik o'sib yetilishiga nisbatan aytganda, bu onaning parvishi va qo'g'dishidan muhim. Cho'nglar yangi shaylarga duch kelganda o'zida bor bo'lgan tajriba orqali o'rgansa bo'ladi. Bu vaqtlar bo'lsa, qop-qorong'i ona tenidan bu notanish dunyoga keladi. Ular hech qanday tajribaga ega emas. Aqliy qobiliyatim pishib yetilmagan holatda bo'lib, o'zlari his qilgan narsalarning hammasi ularning o'rganish nishoni. Ular bu uchurlarning hammasini o'z bilimiga aylantiradi. Bu vaqtlarning cho'ng mingisi anglash, ko'rish, tutish qatorliq sezgi a'zolarining g'idiqlashiga muhtoj. Mengi shu orqali paydam-pay taraqqiy qiladi. G'idiqlash qancha ko'p bo'lsa, taraqqiyotmi shuncha tez bo'ladi. Bu bir yo'qdan bor bo'ladigan tez jug'lash jarayonidir. Bu xil yoshirin ongning o'zlashtirishi alohizal 3 yoshlarga kelganda ongni qabul qilishga o'zgaradi. Mundaqcha aytganda, bola 3 yoshdan burun har qaysi jihatdagi iqtidorlari shakllanish bosqichida turgan bo'lsa, 3 yoshdan keyin intayin tez taraqqiy qilish davriga kiradi. Dadam balalik davridagi tarbiyaning boshqa har qanday chog'dagidan muhim bo'lganligini 40 yil burun tunib yetgan. U Karl Vetterning Oila tarbiyasi nomli kitobida bu vaqtlarda aql farosat nuri chaqnagan aman tarbiya boshlanmag'i lozim.
Buvaqning aql nuri uning tunji yig'i ovoz bilan tangli chaqnaydi. Atalar mushu mezgilni qo'ldan berib qo'ymaslar, odatdagi balalarni favqulodda aqliy qobiliyatga ega qilib chiqalaydi deb yozgan. Dadam aytgan, aql farosat nurlari chaqnagan mezgil, hozirgi tilimiz bo'yicha aytganda, dal buvaqning cho'ng iqtidorining shakllanish davridir. Yaqinqi ilm-fan tadqiqot natijalaridan ma'lum bo'lishicha, cho'ng iqtidorining eng muhim shakllanish bosqichi bu vaqt tug'ilgandan keyingi dastlabki 3 oy bo'lib, mushu 3 oy jarayonida cho'ng faoliyatining asosiy andisi shakllanib bo'ladi ekan. Shundaq aytishga bo'ladiki, bu vaqt tug'ilgandan keyingi dastlabki 3 oy uning bir umrlik taraqqiyot nishonini belgilaydi. Mushu oshqushliq mezgilda bolaning aqliy taraqqiyoti uchun asos selindi. Ananing illiq tinidan bu notanish dunyoga ko'z echish bu vaqtga nisbatan aytganda intayin kuchli bir g'idiqlanish ta'siridan iborat. Chunki tashqi dunyoning temperaturasi ana tinining temperaturasidan 10 necha gradus töven. Uning ustiga kun nuri bu vaqtning ko'zini chaqidi. Shavqin suran uni bearam qiladi. Bu vaqtning mingisi asli uyqu holatida turadi. Endi u jiddiy harakat holatiga o'tib, tashqi dunyoning o'zgarishchan uchurlarini bartaraf qilishga majbur bo'ladi. Bu chaqda cho'ng mingi garchi mavjud bo'lsa-mu, ammo u qupquruq holatda bo'lib, bu vaqt tashqi dunyoni tushunmoqchi bo'ladi ekan, o'zi qabul qilgan uchurlarni turiga ayirib, ratlab, ularning ichidagi bog'lanishni tepib chiqish kerak. Mana bu biz aytayotgan aqliy qobiliyatdir. Bu vaqt bu dunyoni o'zining tuyg'u a'zolari orqali his qiladi. Agar bu vaqt doim til, chiroy ifodasi, ovoz va harakatning ta'siriga uchrab tursa, uning tafakkurimi jonliq bo'ladi. Uning cho'ng mingisi tetish, anglash, ko'rish, tegish sezgilari yetkazgan uchurlarga uzuksiz erishidi. Erishilgan uchur miqdori qancha ko'p bo'lsa, cho'ng mingida saqlanadigan bilimmi shuncha ko'paydi. Ota-onalar mush mezgilda bu vaqtlarning turli sezgilarini g'idiqlab turmaganda, ularning yetarlik tajribaga erisholmasligi muqarrar. Shunga bu vaqtga amal bar cho'nqur ta'sirat qoldira oladigan muhit yaratib berilgandila, ondan uning sezgi a'zolari unumli taraqqiyotga erisha oladi. Odamning 3 yoshga kirgichi bo'lgan vaqti g'oyat zo'r o'rganish iqtidori yoshiringan mezgildir. 6 yoshga kirganda cho'ng ming yetilishining 80% tamomlanib bo'lgan bo'ladi. Shunga 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni tarbiyalashning qiyinlik darajasi 3 yoshdan burungi vaqt qaraganda yuqoriroq bo'ladi. Bu mezgildagi tarbiya xo'shal muhitda elib berilishi, o'rganish bilan o'yin birlashtirilishi kerak. 7 yoshdan oldi keyinida cho'ng mingining 95% qismi yetilib bo'ladi. Ya'ni bolalar maktab tarbiyasini qabul qilishga boshlaganda ularning aqliy iqtidori asosan muqimlashib qolgan bo'ladi. Mubada bir bola 7-8 yoshga kirgandimi tegishli tarbiyaga ega bo'lolmasa, undaqda uningdagi yoshirin qobiliyatning taraqqiyot ehtimolligi asosan yo'q chiqadi. Professor Xoyis insoniyatning aqliy iqtidor aloyidligi nomli maqolasida kishini hayron qoldiradigan mundaq bir ishni tunji bo'lib oshkorladi. Angliyalik naturalist Edward doktor Janubiy Amerikada bo'ri beqib cho'ng qilgan bir bolani tepib olgan. Hamda bu bo'ri bolani beqib olgan. Bu bola indian bo'lib, doktor uni beqib olganda 7 yoshga kirmagan edi. Doktor uningga Arpi deb ism qo'ygan. Bo'ri bola bu vaqtida ona bo'ri uni elib ketib boqqan. U bo'ri to'p ichida 6 yildan ortiq yashagan. Bu vaqtlik mezgilida bo'ri onaning sutini emgan. Sal cho'ng bo'lgandan keyin bo'ramiz onasi elib kelgan yovvoyi hayvonlarning go'shi bilan to'xo go'shini yegan. U bo'ri to'p ichida 4 putlab mengishni o'rgangan. Bo'riga o'xshash 4 putlab yugura oladigan bo'lgan. U shunchalik tez yuguraydiki, odamzotning qo'g'lab yetishalishi aslo mumkin emas ekan. Uning ko'zimi bo'riniki o'xshash kechida ko'ra oladi ekan. Purash sezimi odatdan tashqari kuchli ekan. U bir narsa yeganda qo'lini ishlatmay, bevosita og'zi bilan tishlab tortib yeydi ekan. Doktor bu balani beqib olgan dastlabki mezgillarda uning odatlari bo'riga o'xshashli bo'lib, xom go'sht yeyishni, bo'libmi purab qolgan go'shtni yeyishni yaxshi ko'radi ekan. Biror shapini sezib qolgudek bo'lsa, jiddiylashgandan ikki qo'liqini dingo aytadi ekan. Achchiq kelganda xuddi itga o'xshash burun teshiklari kerilib ketadi ekan. Biror narsa yeyotganda boshqalar daxli qilsa, tishlarini g'o'chiltadi ekan. U qorong'uga amroq bo'lib, o't va nurdan qo'rqadi ekan. Ish qilib uningda bo'rining jimi odatlari to'liqi bilan tepiladi ekan. Doktor bo'ri bola Arpini amal bar boshqa bolalar bilan o'ynatqizgan. Biroq buning hech qancha unumi bo'lmagan.
u hadisil jiddiylashib hushyor holatda turgan. Agar birarsi yeniga kelib qolsa yovuzlashib, qo'rqib ketgandek ovoz chiqargan. Odamlar orasiga qaytib kelib 2 yil o'tgandimi, u yanala yerga yoki taxsiga qo'yilgan yemaklikni qo'li bilan tutmay bevosita og'zi bilan yegan. O'ri turib mengishni o'rgangandan keyinla ondan yemaklikni qo'li bilan tutib yeydigan bo'lgan. Doktor uni ustalda o'ltirib tomoq yeyishga odatlantirishga ko'p uringan bo'lsa-mu, ammo suv ichganda yanala bo'ridek tili bilan yalab ichib kepti. Uning bu odatini oxirgacha o'zgartirish mumkin bo'lmagan. Arpi ba'zida ho'ldiki to'xoni qo'g'lab tutib olib, tishlabli jinini chiqarib xom petili yevdi ekan. Doktor bo'ri balni beqib olganning 6-yiliga kelganda, u ondan xom go'sht yemaydigan bo'lgan. Darildamda it, mushukdek hayvonlar paydo bo'lib qolsa, Arpi ularga bo'lakchi qiziqib, ular bilan o'ynag'isi kelib ketgan. Arpi keyin doktorni yaqin odamdek ko'rilgan bo'lganda, ondan uning bilan birga sayli qilgan bo'lgan. Sayli jarayonida u yana ilgirgidek 4 putlab yuguribmi qo'ygan. U til o'rganishda to'limi qiynalgan. Doktor bilan birga yashagan 3 yilga yaqin vaqt ichida u aran yeyman va ichman degandan iborat 2 so'zni o'rganadigan. 4-yilga kelganda boshqalarning so'zining taxminiy ma'nosini tushunadigan. Lekin bu chaqda uning deyalaydigini oralli 7 so'z ekan. 5 yil o'tganda u oxir odatdagi qochquchilarni ishlatalaydigan bo'lgan. Hojatxonaga berishkimi mushchaq kelganda ondan odatlangan. 6-yili Arpi 14 yosh kirganda ondan Ravrus o'ri turib mengishni taltoks o'rganadigan. 7-yili qadam bosganda u bir qism so'zlarni deyalaydigan bo'lgan. Ya'ni oddiy jumlalarni deyishni, oddiy naqshlarni aytishni o'rgangan. Arpi 16 yoshgacha yashagan. U bo'rilar to'pida 6 yil yashagan. Hayotidagi o'rganish iqtidori eng kuchli bo'lgan 6 yilda u insonlar tarbiyasini qabul qilish fursatiga erisha olmagan. Doktor uni 10 yildan ortiqroq vaqt o'z tarbiyasini tutgan bo'lsa-mu, eng oxirida u faqat bir qancha oddiy jumlalar o'rganadigan. Uning aqliy qobiliyati tang yoshdagi bolalar u yoqda tursin, hatto zehni ojiz bolalarga yetmagan. Bu misoldan ko'rinib turibdiki, odamning bolalik davridagi o'sib yetilish muhiti uning kelgusidagi taraqqiyotini belgilaydi. Arpini bu vaqtida bo'ri elib ketib baqqan. Shu uning vujudida ro'shan bo'rilik xususiyat ifodalangan. U hayotidagi eng muhim o'rganish paytini qo'ldan berib qo'yg'ashqa, insoniy tabiatiga qaytish imkoniyatidan mahrum bo'lgan. Uning bolalik davrida yetildirgan bo'rilik xususiyatini tarbiya orqali yo'qotish bakmi tasga to'xtagan. Bu ishga kelganda bilimlik doktormu amalsiz qolgan. Agar bir bola o'zining qabul qilish iqtidori eng kuchli bo'lgan, aşı bir qancha yilda yaxshi tarbiyadan bahramand bo'la olmasa, har qancha talantliq degan taqdirdimi, uning kelgusidagi aqliy taraqqiyoti unchavala ko'rinarlik bo'lib ketmaydi. Amaliyotda har bir bola talant egalarida qobiliyatga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Biroq oxirgi hisobda ularning talant egasi bo'lib chiqishi yoki qobiliyatsiz odam bo'lib qolishi dal ota-onalarning tarbiyaning oltin paytini ching tuta olgan yoki tutolmaganligiga bog'liq.